Assalomu alaykum. Bugungi brifingda Yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasi tomonidan 2026-yilning yanvar-iyun oylarida amalga oshirilgan asosiy ishlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Hisobot davrida markaz tomonidan davlat dasturlari doirasida belgilangan vazifalar to'liq amalga oshirildi. Huquqiy bazani takomillashtirish maqsadida yer qa'ridan foydalanish sohasiga oid 3 ta normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqildi hamda kelishildi. Shu bilan birga hududlarda aholi va tadbirkorlar ishtirokida 8 ta sayyor qabul tashkil etildi. Yer qa'ridan foydalanish huquqini berish sohasi natijalari quyidagicha. Noruda foydali qazilmalar bo'yicha 159 ta ruxsatnoma, strategik foydali qazilmalar bo'yicha 67 ta ruxsatnoma, oltin izlovchilar usulida qazib olish uchun 50 ta ruxsatnoma rasmiylashtirildi. Shu bilan birga tadbirkorlarni sohaga keng jalb qilish maqsadida 220 ta kon va istiqbolli maydon elektron onlayn auksion savdolariga chiqarildi. Yer osti suvlaridan foydalanish sohasida 1939 ta gidrogeologik xulosa, 1121 ta maxsus foydalanish ruxsatnomasi hamda 16 ta quduq burg'ilash ruxsatnomasi berildi. Raqamli monitoring tizimi orqali ruxsatnoma shartlarining bajarilishi doimiy nazorat qilinmoqda. Natijada hisobot taqdim etmagan yer qa'ridan foydalanuvchilarga 2095 ta, litsenziya to'lovlari va texnik hujjatlarini o'z vaqtida rasmiylashtirish bo'yicha esa 276 ta ogohlantirish xatlari yuborildi. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish doirasida my.gov.uz platformasi orqali 203 ta ekspertiza xulosasi berildi. Yer qa'ri davlat fondi kadastri bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan, 1500 ta kon va istiqbolli maydon davlat kadastrining yagona tizimiga integratsiya qilindi. Shuningdek, 6290 ta kadastr xulosasi va 101 ta kadastr pasporti rasmiylashtirildi. Geologik ma'lumotlar bazasini boyitish maqsadida davlat fondiga 84 ta geologik hisobot qabul qilindi. Korxona va tashkilotlarga 90 ta geologik ma'lumotlar to'plami taqdim etildi. Xalqaro tajribani milliy amaliyotga joriy etish maqsadida sohaga oid 56 ta xalqaro standart davlat tiliga tarjima qilinib, tegishli tartibda ko'rib chiqish uchun kiritildi. Tadbirkorlar uchun xizmat ko'rsatish sifati ham yaxshilandi. Front ofis orqali 75 nafar tadbirkorga amaliy yordam ko'rsatildi. 1356 kol markazi orqali esa 442 ta murojaatga javob berildi. E'tiboringiz uchun rahmat.